Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimizni 3 ta ronda olib kelib o'rnatdik. O'zimiz imomga olib keldik. Imom otaga. Bu eshiklarimizni romlarda eshik rom aynik zamok hamma yo'g'i bilan billa kvadratini 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Bularda atklatkali deb qo'yadi. Shuning mana ko'rib turganinglarda ustida atklatka mana ular. Ayni o'rtada bo'ladi. Ehtiyot orqa oldi bir xilda chiqadi buni. Bu atrofi nashnilardan tashqari, kandizdan tashqari oldi nashni shunaqa qanotlarimiz bari orqa oldi bir xil bo'ladi. Romlarimiz ham shu mana. Shu kvadrati 1.300.000 dan bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Yana bitta eshik, bitta romamiz va yoqda ikki qanotli bilan bitta romamiz bor. Mana bu yerda ham bitta rom bilan bu yerda ikki qanotli, naryoqda bir qanotlilarida. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Bemalol elda xizmatidamiz. Sizlar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.